Ailenizden texmi illər kurtuluşacağım. Vay! Ben de oturdum üzerine bulmayı. Bu ya bizning şirkatning direktori Arman efendim buldu. Bu ya bizning şirkatga kiyim-kechaklarda e'lon etmoqchi bo'lganchu Arzu xonim. İnşallah 5 chiqga. Men boshqa kim kelay. Obdan bo'lgan. Sizga bekler. Naq pul yo'q. Qonboat desem bular. Buldu? Bu filmni Baray tamaq yetkizish to'ri alohida talab qilgan. Oilangizda, xizmat o'rningizda va yoki aldirash vaqtingizda Baray siz bilan birga. Baray har vaqt siz uchun lazimat qildi. Tamoq buyurtmoqchi bo'lsangiz, Barayni tanlang. Eng tez tamaq yetkizish to'ri Baray. Teringiz kundan kunga o'zgaryotdi. Bu sizda azaldan ko'rilib baxmagan teri. Sağlam, güzel teriga ega bo'lay desangiz, Yaponiya Estibio teri asrash mahsulotlarini tanlang. Deganlarimni hammasi rostdan. Men sizga faqat bu atmadim. Burun xiyratdan so'rab baqsin. Hammasi menda shunday rozi. Sizmi cho'qim rozi bo'lasiz menda? Rasman? Albatta, xiyratdan rozi qilish mening burchim tutsa. Lekin endi ishkani hamkorlashib qolsak, shu o'ttirligimizda hal qilgan asraq kichik masala borchu. Endi buni sizga demsammi, tushundingiz? Tushundim. Iqtisodda otsizg'u deyman. Chatoq yo'q. Ansirmaydigan ish bo'lsa, bu qog'ozlar chatoq yo'q. Lekin mening bir shartim bor. E'lon qo'ysam chiqaman. Qarang. Bu mundaq gap. Bu boshqa e'lonlar olsa mayli, lekin bu kiyim-kechakni e'lon siz bu Arzugul mundaq bo'lsa, yoki qushqash bo'lsin, qassob so'ysin degan gap bor. Shu bo'yicha ish tutsak bo'ladimi? Mana yaxshiroq qarang, men kimga o'xshaydi ekanman. Hepsiga qarang. Voy bu ilqi nimg'u bu ilqi bu qatl to'nab ketmabdi degan kinodagi qiz. Men sizning taqi turuqingizga qarab, sizni bu kasbni xeli bak tushunamdiki deb qopdiman. Ha. Xatolashibdiman. To'xta. Nega aldiray istayman, ha? So'g'aqqan bo'layli bu maslahatlashganda bu ishqadan bir-birini tushunmasinmaychi. Men shu bayonlar sizni qanday qiladiki, qanday odamni tushunay deb qo'ygan ish bu. Siz xohlasangiz ishkela hamkorlashib qolsak, dunyodagi eng yaxshi hamkorlashuvchilar bo'lib qolamiz. Men ishonaman. O'ylash boqay. To'xta, bu o'ylash boqay deysiz buni. Lekin xabaringiz kutmaj bu. Ya bu siz nima desangiz shu bo'lsin. Yeppasla.
Tug'dingizmi? Qanda kim aytgandek turdi? Unda tug'dingiz bilan qo'lingizni ta'min bakada. Voy, xil yerlarimizdan ta'min bor. Ay, şoptu. Lekin o xil qoyil qilib qo'ydingiz meni. Her qoyil bo'lsiz taxi. Gapingiz rost bo'lsa, bir ishim yordam qiling. O'roqlayim desangiz uyga yutib qo'yay. Öf, kim sizni o'roqlayman dedi? Hech qanday yordam qilma. Tamoq yetishni yetib qo'yar. Oldingiz tomoq to'sib, men tomoqni g'amima. Ha, bo'pti, uyutib qo'ysam qo'yay. Men bir o'zim etib o'zim yeyman dedim-ma. Ay yigitimga itib, mana bir tomog'im bilan bo'lsinmi? Qayliq etaymi, deyman qo'y. Voy! Bo'ldi. Az harakat qiling. Bekama bina o'rilib tushmisin endi. Haqqi o'yto'lig'ichiligim yo'q mening. Uyutib qo'ysam qo'yay. Rahmat ustoz. Hay, Batur qarang. Men chu mush yoshga kelguncha bekcha o'g'illar bilan aralashqanda. Ha. Lekin orisiga birasam tomoq yetamaydi. Sho'ng men sizdek tomoq yetadigan o'g'illar pek amra. Voy, mening xotinim bor. Balamma bor. Ko'z qizartib jumajumi menga. Hali hamma burnum purab turdi. O hemen bir gün benim qadrim yetib, cho'qim meni izlab keladi. Ay siz nimden muhabbet kısadı? Sizdek o'g'illar bor ekan-a? Uy, siz nima yig'layapsiz endi? Ailemi sevindi. Sizce? Ma oldimizda kapti-chu qara. Soğulaşdan yig'ilish bor ekan, to'xtama. To'yqib bo'lgan do'stlarim, yo'lda ishni olib birdik-a. Muhabbat bola muhabbatni olib birdik-a. Men cho'mishda yolg'iz boramdim yana. Hech bo'lmadimmi? Hoy, xotirjam bo'ling ha. Men-chi o'zim yordam qilman sizga. O yolg'iz botus qanday yordam qildi? Orman bog'u. Orman. O sarangni arizlab qo'ymayman onda yega. Ya. Ha, bo'pti. Men-chi ayolimning nomini deb aytib beray sizga. Sizga qarqash qamlashqa loyiqdan birini o'zim tep birman. Tasma. Tas. Kelishgan loyiqdan birini tepishingiz uchun birini keltiraylik. Oraqcham aytdimmi? Voy, xinim, men maroq qilmayman, bu degan mevzuyi. Bo'pti, Voy. Oo. Çok hoşa gitip barma. Get ready. Ne vardı? Ne oldu ya? Telefondan qarab baxsan olmanda bir adam telefon qilgan keyin olmaydi kelsa. Vay vay. Anladım adaş. Şu
qaytaraysan telefon to'xtab qolibdi. Qada bir ish bormi? Hey, bir yaş olsa telefon kılmam ben sana. Ha? Hazır şu ne judan daymanda saat qarab baqa qancha oldu ki? Asrab jenim chiqay dedi. Xotin ishda gap qildi ekansiz. Bundan nasratdi. To'g'ri. Ey, sen de asrab qo'ysan, xotin kishga o'xshatsa degan-a? Ma ishkimiz oldu. Sen bir yaş olib qolsan qanday qilmayman? Voy, qanday qiladi? Uyqun uxlaysa bo'ldi, uxlig'ini. Saram. Sen saranda asrab o'tirib uxlasam-chu. Xayrli seher ustazim. Xayrlisa. Nimanda at degan kim oldingiz? Direktorimiz size qopmidi? Voy, nimişim o Arman degan laqaba bilan meni. Voy. Men uni izlab kelmadim. Ha. Siz izlab keldim. Nashliq qilmagansiz? Ya. Xudosi yaxshi. Menga nashliq deya olmaysiz. Tova. Can. İşte diyen varken bu sizde. Bunda ilgili tursanız dünyanın toşumalı sizde. Azab deb ketdingiz. Atdiganlik nashtini yaxshi qilib kina qapdimi? Voy cık yap adetini kaptırmadan ha ondan. Yana bormi? Oy ya, oy yeni yaptınız. Oy beni aldığımdakini mi yapıp oldunuz elim o. Oy bunda yaydı aşağıda dostu, bunundaki tunuşmuğun buna ilişkimiz. Oy can nemliye geldik o, hele takılıp. Of. Voy, Arman'a bormidi yo'qmi deb ansirab so'rgan men. Armağın ep koygan, onu mu yivattınız var mı diye? Hey, ben sizi deyip karam. Siz manda yigil tursanız şu, layık tapam deyipsiz. Ne var tapkan taqdirdim şu, o layıkını sizin bekip kullanmağı dedik. Yaxşı akıldım beni göstereyim ha. Ben de yüce uygun ha. Birinciden sağlamlıklarınız paylısı var, ikinciden uğurlaysız. Ha zorlaş yok. Ügenlikiniz gelse ügünün bulunsa ihtiyar. Voycan. Ügünüme siz şunda kuyunuyorsunuz mağa. Nayın ügenmeydiğanım bağlanmadı. Çakım ügünme. Onda az aldım da koyay. Yakın yüz bergen işleminin kendi kısarayı koyup məşq qilishimə təsir göstərdi. Şunu öyle məşq qılınız. Məni malmış artıq yox qatdi xoşaxmayıdan aqışda. Öyle dostum qolayıq. Can, bir iş qədəmdə artıq mağam olsun, bunçulu alıb getməzdiniz? Lakin həmə yox Oy, işləyək. ekran olsam şübhə siz qaçıq şu alaytdınız? Oy, döp getdiniz üçün konçuq şu yalaytdınız da jüp paqırtdı. Ezəmlər qıydı və. Vay, jüyəmə bir qata fürsət verir qaçıq şüyəsiz. Onda azmə öyt azıldım mən. Hə, maqul. Ya ülkesi olmadı mı sen ya? Vay sen bu kopyası olmadı saat kan çöp ketki uxlar adam sen. Kuya. Ne? Tata. Hem dokluğu ne? Ayaqlarını. Neymiş ka? Ayağa qarab turing. Hey, ma yok. Can. Meni. Üf. Evet, spokojno prat ketdi, malo.
Bu Kızıl Gövher belkim 5 milyonga yarışı mümkün. Mende yeni bir Kızıl Gövher var. Kızıl Gövher ozuqluq cevheri, tibabet ve ozuqluqşunaslıqda etibarga erişiyotgan qimmatli xam eşyadan aktivlaştırıp işlengen. Onun kan köpeytip kuvvet toluqlaşta, terişni kechiktirishda önümü alaydı yaxşı. Kuvvet toluqlab, bedenni kuchliq qildi ekan. Qan toliqlab uyquni yaxshilaydi ekan. Ruhunu götürüp charchashni to'xtatdi ekan. Badandagi toksinni haydab fiziologik tangpolliqni normallashtirdi ekan. Vitamin, oqsil, kalsiy toliqlab immunitet kuchini oshirdi ekan. Esil ozuqluq Kızıl Gövher ozuqluq cevheri. Kızıl Gövher. Ay adam ufak kaldı bu. Kim o? Yaxshimi? Ha, ikimiz esiz. Sizni Beni? o'lish bo'lib elansiz ishlaydi. O, Orzu. Kim o? Vay gün vali var mı? Bana kim o dikiye sattırdı kız bana. Bana. Yerim yavaş çökündü. Vay siz de bunu karım şurayısınız. Qorumada mana qoldim, qo'jib bo'ldim hujum. Ne kaçan şuna? Bu gapni sizga armon qildim-a? Ay ya, aş armanma. Bu tokum mutlunu. Söylemesen oğullarımı kat sorun kıpırmaz edin bu. Başladın mı? Hem de sizin ama bu kesik boğan iştiyakınız, benim ayalım boğan muhabbetimden bu çok koyke. Aş işte sen bu kadın yaşına gel günahıma.